Mana. Mana uyimizning shefi bu. Xo'jayin bu. Uyga hech kimni kirishga ruxsat bermaydi o'zi bu. Ertalab oyna ochganimizda bitta pashsha uchib kirgan ekan. Bitta pashsha. O'sha pashshani orqasidan quvlab boshiga bir urib, sirazi issiq paytida yevordi. Keyin tinchlandi, ungacha tinchlanmadi bu. Mana shunaqa qilib, suyanib, yostiqqa o'tiradi. Hamma joyni tekshiradi bu. Ana, Mo'ys shefda bu, shef bu. Mo'mo'skam. Qo'llarini yalab qo'yapti. Mo'ys. Mo'mo'ska. Mana. Jahli chiqadi uyga begona odam kelib qolsa. Orqasidan borib, tekshirib, orqasida yuradi o'sha begona odamni. Begona odamlarni shundoq biladi uyimizga kelgan. Uyda xo'jayini bu. Shef bu, shef.